Respublika harbiy prokuraturasi, Mudofaa vazirligi qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, mavjud muammolarni joylariga chiqqan holda o'rganib hal qilinishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi, Mudofaa vazirligi hamda qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar rahbarlari tomonidan hamkorlikda sayyor va ommaviy qabullar o'tkazish rejasi qabul qilingan. Rejaga asosan tumanimizning Qizilqiyom mahallasida joylashgan harbiy qismda mazkur tadbir o'tkazildi. Tadbir avvalida harbiy qism majlislar zalida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi, Mudofaa vazirligi hamda qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar rahbarlari tomonidan qabulga kelgan fuqarolar alohida qabul qilindi. Uyga chiqdi deyapsizmi? Yo'q, uy nimaga nima emas, mana shu o'qish. Muhtojlik bo'lsa, haqiqatdan bularda moddiy tomondan o'tadi. Agar kasal darajasidagi biron bir kasalxonadan yordam bo'lsa, uni Endi o'sha tomonlama endi sizga tushundiraman. O'sha kerak. Bizni davolatish. Respublika vakillariga qabulga kelgan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari o'z muammolari yuzasidan murojaat etdilar. Qolingan murojaatlarning aksariyati sayyor qabul jarayonida hal etildi va ijrosi muddat talab etiladigan murojaatlar yechimi yuzasidan chora-tadbirlar belgilanishi va hech bir murojaat nazoratsiz qolmasligi qayd etilib, murojaatlarning ijrosi nazoratga olindi.